Assalomu alaykum. To'g'ri burchakli parallelped mavzusini yechimlarini qilamiz. To'g'ri burchakli parallelpedning uchta yoqi yuzalari shunga teng, parallelped hajmini toping debdi. Endi qirralari A, B, C bo'lsa, uchta yoqi A kara B, B kara C va A kara C bo'ladi. Ya'ni mana shularning qiymati 16, 28, 63 ekan. AB teng 16 bo'lsin. BC teng 28, AC teng 63. Hammasini ko'paytirib yuborsak, ABC teng bo'ladi. ABC ning kvadrati teng bo'ladi. Xo'p, bu 4 ning kvadrati. Bu 4 kara 7. 2 ning kvadrati kara 7 degani 63. 7 kara 9 ya'ni 3 ning kvadrati degani. Ildiz olib boradigan bo'lsak, ABC teng. Ildiz olamiz. Bu ikkalasidan 8 chiqadi. 2 7dan 7 chiqadi. 3 kvadratdan 3 chiqadi. Endi AB 16 bo'lsa, AB ning o'rniga 16 qo'yadigan bo'lsak, 16 yoki bizdan o'zi nima so'raldi? Hajmi so'raldi. Hajmi bizda ABC ning o'zida, chunki qirralar A deb olgan bo'lsam, hajmi ABC ning o'zi. Ya'ni mana shuni o'zi hajmini beradi. 8 kara 21. Javob 168. Shu to'g'ri burchakli parallelped AD3 ga qirralar shu yerda berilgan ekan. A ga yana uzunlik kerak, ya'ni shu to'g'ri burchakli parallelpedning diagonal uzunligi so'ralibdi. Bu D teng barcha qirralari kvadratlari yig'indisidan ildiz. Javob bu ikkitasidan 5 kvadrat bo'lsa, 12 ning kvadratini ham qo'shsak, jami 13 ning kvadratini beradi. Xullas 13 bo'ladi javob. Kubning diagonali, uzr, kub emas, to'g'ri burchakli parallelpedning diagonali qirralari ABC bo'lsa, mana shunga teng. O'shani qo'lladim. Qirralar uzunliklari 3 2 1 nisbatda bo'lgan to'g'ri burchakli parallelpedning to'la sirti shunga teng. Parallelped hajmini toping. Demak, qirralari 3A, 2A va A ko'rinishda ekan. To'la sirti nimaga teng? 88 teng bo'ladi. 2 ko'paytiruv to'la sirti. Bu ikkalasi ko'paytmasi 6A kvadrat. Bu ikkalasi ko'paytmasi 3A kvadrat. Bu ikkalasi ko'paytmasi 2A kvadrat. Teng 2 ko'paytiruv. Bu yog'imiz bizda 11A kvadratni beradi. Bu bilan qisqarib bu yerda 8 qoldi. 2 bilan bu ham qisqarib bu yerda 4 qoldi. A kvadrat teng 4, A teng 2 bo'ldi. Bizda parallelped hajmi so'raldi. V teng barcha qirralar ko'paytmasi. Bularning hammasi ko'paytmasi nimani beradi? 6A kubni beradi. Va bizda A teng 2 chiqdi. 6 kara 2 ning kubi 8. Javob 48 bo'lar ekan. Shu to'g'ri burchakli parallelped tizimida hammasi bor ekan. Biz mana shu shaklning yuzini topishimiz kerak. Pifagordan AC 5 ga teng. Mana bunda Pifagor qo'llaydigan bo'lsak, JC ni 12 ga kelib chiqadi. Demak, mana bu sohaning yuzasi, bu to'g'ri to'rtburchak yuzasi A kara B. 5 kara 12. 60 bo'ladi. To'g'ri burchakli parallelpedning asosi kvadratdan iborat. Agar parallelpedning balandligi 6 ga va katta diagonali 10 ga teng bo'lsa, uning hajmini toping. Asosi kvadrat A balandligi 6. Mana bu diagonali. Bu 10 ga teng ekan. Buni tutashtiramiz. 90 gradus. Mana bunda Pifagor qo'llaydigan bo'lsak, 10, 6 Pifagordan mana bu diagonal 8 ga kelib chiqadi. Asos tomonni A deb olgandim. Demak, tomonlar nimadan bo'ladi? Ya'ni asos kvadrat edi. Kvadrat diagonali 8 bo'lsa, tomonlari 4 ildiz 2 dan. Savolda uning hajmi so'ralibdi. V teng barcha qirrasi ko'paytmasi. Asosdagi qirralar 4 ildiz 2, 4 ildiz 2 va balandligi 6 ga teng. 32 kara 6 javob 192 ni beradi. To'g'ri burchakli parallelpedning to'la sirti yuzi shunga teng, qirralar uzunliklari yig'indisi shunga teng. Parallelped diagonal uzunligini toping debdi. Tomonlarni ABC deb olsam, to'la sirti bizda 2 ko'paytiruv AB, AC, BC ni beradi. Bu teng 192. Qirralar uzunliklari yig'indisi
Tak, mana qaranglar, mana bu qirra A bo'lsa, bunisi ham A bo'ladi, pastdagi ham A bo'ladi, bu ham A bo'ladi. Ya'ni bitta qirradan 4 tadan bor. Shuning uchun qirralar uzunliklari yig'indisi bizda 4 ko'paytiruv A plus B plus C ni beradi. Bu teng 76. Topishimiz kerak parallelped diagonali uzunligini. Parallelped diagonali bu yoqda yozib o'tdim. D teng ildiz osti A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat deb. Xo'p, bundan kelib chiqadi. AB, AC, BC teng ekan 81 ga. Yo'q, 91 ga. Xato yozdim. 2 ga bo'lsak 96 bo'ladi. Uzr, xato yozib yubordim. Buni 4 ga bo'lsak 19 bo'ladi. Pastni kvadrat ko'tarib yuboraman. Kvadrat ko'tarib yuborsak pastini A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat qo'shilgan 2 karra mana bo'ladi. Ya'ni buni ikkilangani bizda mana. Teng 19 ning kvadrati 361. Va bu bizda D ning kvadratini beradi. Diagonalni kvadratini beradi. Teng. Mana tarafga olib o'tamiz. 9 15 6 D teng 13 bo'lar ekan. Keyingi savolimiz. Shu to'g'riburchakli parallelped chizmada hammasi bor ekan. AG ni uzunligi kerak. AG qani? AG. Ya'ni diagonal uzunligi kerak ekan. Parallelped qirralarini AB, C deb olsam, AB, bu yoq C. Mana bu yerda piyor qo'llaymiz. A kvadrat qo'shilgan B kvadrat teng 10 ning kvadrati. Bu qirrasi ham B bo'ladi. Bunda piyor qo'llaymiz. B kvadrat qo'shilgan C ning kvadrati teng 8 ning kvadrati. Endi bu yeri C, bu yeri ham C bo'ladi. Bu A bo'lsa, bu yeri ham A bo'ladi. Bunda ham piyor qo'llaymiz. A kvadrat qo'shilgan C kvadrat teng 12 ning kvadrati 144 bo'ladi. Bularning hammasini yig'indisi A kvadrat, B kvadrat, C kvadratdan 2 tani beradi. Teng bularning yig'indisi 8 0 308. Bu bizda diagonalni kvadratini beradi. D kvadrat teng 2 ga bo'lib yozamiz. 154. D teng ildiz osti 154. Bizdan ham o'sha diagonal so'ragan, chunki AJ bizda diagonalni beradi. O'shani topib qo'ydik. Asosini 112 ga teng bo'lgan to'g'riburchakli parallelpedning hajmi 84 ga teng. Uning balandligini toping. Hajm S asosga ko'ra h ni beradi. Asos yuzasi 12 bo'lsa, balandligi bilmaymiz va hajmi 84. H teng 7 bo'ladi. To'g'riburchakli parallelped chizmada qirralar berilgan. Topishimiz kerak AK ni uzunligini. Bundan pastga bitta balandlik tushiramiz. Bu mana bu 12 bo'lsa, bu ham 12 bo'ladi. Buni tutashtiramiz. 90 gradus. Mana bu kesma uzunligi nimaga teng? Qaranglar, bu K nuqta buni o'rtasida, chunki mana FK teng KJ. Ya'ni past ham teng o'rtasiga tushadi. Bu yer 6 edi, teng 2 bo'lsa 3 dan bo'ladi. 3 bo'lsa, mana bunda piyor qo'llaydigan bo'lsak, mana bu kesma uzunligi 5 bo'ladi. Keyin mana bu uchburchak o'zida piyor qo'llaydigan bo'lsak, 5 12. AK ni 13 ekanligi kelib chiqadi. Qirralari shu bo'lgan to'g'riburchakli parallelpedning barcha qirralari uzunliklari yig'indisini toping. Oson savol ekan. Demak, har bitta qirrasidan 4 tadan bor deb tepada aytib o'tdim. 4 ko'paytiruv 12 8 16. 4 ko'paytiruv 36, javob 144 bo'lar ekan. Eni bo'yi va balandligi mos ravishda shunga teng bo'lgan to'g'riburchakli parallelpedning to'la sirti yuzini toping debdi. To'la sirti 2 ko'paytiruv 3 karra 4 3 karra 6 4 karra 6 teng 2 ko'paytiruv 2 karrasi 30 54. 108 bo'lar ekan to'la sirti. Oddiy o'zini formasini qo'llayib yubordim. Keyingi savolimiz shu to'g'riburchakli parallelped. Mana bu ikkalasi teng ekan. AB 8, AD 9,
va A ya'ni balandligi 6 ekan. Uchburchak yuzasi kerak. Xo'p, mana bu FA nimaga teng? Pifagordan 10 ga teng. Demak, mana bu i'dan pastga tushgan balandlik ham 10 ga teng bo'ladi. Bu bilan teng bo'ladi-da. Uchburchak yuzasi asos 9, unga tushgan balandlik 10 taqsim 2. Javob 45 bo'ladi. To'g'ri burchakli parallelpedning nechta simmetriya tekisligi mavjud? Biz buni qayerdan, masalan, 4 deb tasavvur qiladigan bo'lsak, pichoq bilan qayerdan kesadigan bo'lsak, kesganimizni ikkiga ajratamiz. O'sha ikkiga ajralgan qismi ikkalasi ham bir xil bo'ladi. Qayerlardan kessak bir xil bo'ladi. Mana bu yerdan kessak, ya'ni mana bu qirasini teng o'rtasidan, mana shu tomonni teng o'rtasidan kesadigan bo'lsak, teng ikkiga bo'linadi. Ya'ni bu bitta simmetriya o'qi, bitta. Endi bunaqasiga kessak ham bo'ladi. Teng o'rtasidan faqat. Ikkinchisi. Endi bunaqasiga kessak ham bo'ladi. Bu uchinchisi. Bo'ldi, boshqasi yo'q. Agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bunaqasiga kessak ham to'g'ri bo'ladi. Bunaqasiga kessak ham to'g'ri bo'ladi. Agar ko'p bo'ladigan bo'lsa. Lekin hozir bizda to'g'ri burchakli parallelped deyilgan, bunda 3 ta bo'ladi. Rasmda qirralari 2, 1, 4 bo'lgan to'g'ri burchakli parallelped shaklidagi idishda 40 cm balandlikdagi suv bilan to'ldirilgan. Agar parallelped tiklab qo'yilsa, suv qanday balandlikka ko'tariladi? Ikkala holatda ham suvning hajmi teng. Mana balandligini x deb olsam, bu holatda hajmi nimaga teng? Mana suv turgan qismini hajmi, u ham bitta to'g'ri burchakli parallelped hajmi barcha qirralar ko'paytmasi balandligi x, bu yeri 4 metr, ya'ni 400 santimetr. Ko'paytiramiz. Bunisini yozdik. Bunisi 1 metr, ya'ni 100 santimetr teng. Xo'p, bu yoqda x deb qo'ygan ekanda, buni a deb olaylik. To'xtalar, bu yerda balandligi bor ekan, uzr. Mana bu yerda suvning balandligi bor ekan, a deb olibman. Suvning balandligi 40 ekan. Suvning balandligi bu yog'i 400, bu yog'i 100 santimetr bilan hammasi birlik to'g'ri bo'lishi kerak. Xo'p, bu holatdachi bu yog'i 2 metr, ya'ni 200, bu yog'i 1 metr, ya'ni 100 santimetr. Balandligi x, bu ham santimetrda. Bular qisqarib ketdi. Bu bilan qisqarib berdi, 2 qoldi. X teng 80 chiqadi, ya'ni santimetrda bular hammasi. Keyingi savolimiz, to'g'ri burchakli parallelpedning ABC qirralari uchun shu tenglik o'rinli bo'lsa, parallelpedning to'lasirti 36, uning hajmini topishimiz kerak. Ummahraj berib yuborsak, ABC ummahraj berib yuboramiz. Bunga BC, bunga AC, bunga AB. Mahraj ABC bo'ldi. Surat bo'lsa AB, AC, BC bo'ldi. Teng 2 taqsim 3. Xo'p, to'lasirti nimaga teng? 2 ko'paytiruv AB, AC, BC ga bu teng 36 ekan. Demak, mana bu yig'indi bizda 18 bo'ladi. Ya'ni mana buni 18 qo'yib yuboramiz. 18 taqsim. Bu bizda hajmini beradi. 18 taqsim V teng 2 taqsim 3. Bu bilan qisqarib berib 9 qoldi. V teng proporsiyadan 27 lik kelib chiqadi. Keyingi savolimiz 16-savol. Qirralari shu bo'lgan, uning sirti bo'yaldi. Qirrasi birga teng bo'lgan kupchalarga ajratib chiqildi. Nechta kupchaga umuman bo'yoq tegmagan? Xo'p, demak, yangi listani yozaman. Qirralari 4, 5, 8. Birlik kupchalarga ajratib chiqildi. Masalan, mana bu yerda 4 ta ajratishimiz kerak. 1, 2, 3, 4 ta ajraldi. Xo'p, bunaqasiga 5 taga 1, 2, 3, 4. Bunaqasiga 8 taga. Xolos, mana shu chizib chiqish shart emas.
o'zi nechta birlik kupchadan iborat bo'ladi? To'lig'ini hajmi 4, 5, 8. Bu parallelpaytning hajmi 4, 5, 8 ko'paytmasi. Xo'p, buni birlik kupchalarga ajratsak, o'zi birlik kupchani hajmi 1 ga teng-ku. Mana bu hozir nechaga teng bo'ladi? 20, 160, to'g'rimi? Ya'ni 160 ta birlik kupchaga ajratilgan. 160 ta birlik kupchani hajmi 160 ta beradi. 160 ta birlik kupcha bor. Xo'p, uni mana bu sirtda turganlarga bo'yoq tegdi. Ya'ni sirtda turgan bo'yoq tegganlarni ayirib borsak, bo'yoq tegmaganlari kelib chiqadi. Xo'p, mana bu bizga qarab turgan yoqida nechta birlik kupcha bo'ladi? Ya'ni shu sohaning yuzi necha bo'lsa, o'shancha bo'ladi. Chunki qirrasi 1 bo'lgandan keyin har bitta mana bu yuzachalar ham, yuzaning qiymati ham 1 ga teng. Xo'p, buni yuzasi o'zi nechaga teng? 4 kara 8 ya'ni 32 ga teng. 32 ta kupchaga hozir bo'yoq teggan mana bu taraf bo'yicha qarasak, ya'ni o'zi to'la sirti nimaga teng? To'la sirti 2 ko'paytiruv, ya'ni sirtida bor bo'lgan kupchalarni sonini sanamoqchiman. To'la sirti nimaga teng hozir bizda? 2 4 kara 5 5 kara 8 va 4 kara 8 teng 2 ko'paytiruv 20 40 32 60 92 teng 184 ga teng. Bu mana shuncha kupchalar bo'yaldi degani emas. Chunki bu yerda ba'zi bir kupchalar 2 marta sanalib qoldi. Chunki mana bu uchida turgan kupchamiz, men hozir to'la sirtini hisoblab oldim. To'la sirtida, ya'ni qirrasi 1 bo'lgan kupcha ekanligi uchun to'la sirti nima bo'lsa, o'shancha kupchadan foydalaning deb aytsak bo'ladi, lekin ba'zi bir kupchalar 2 marta sanalgan bo'ladi bunda. Ya'ni mana uchidagi 3 marta sanaladi. Chunki mana buni yuzasida 1 sanaldi, buni yuzasida 1 sanaldi, buni yuzasida 1 sanaldi. Bu 3 marta sanaldi. 1 marta sanalishi kerak. Keyin mana pastda turgan mana bu qirralar bo'lsa, bu ham bu taraf ham bu tarafda sanaldi. Ya'ni 2 marta sanalib qoldi. Uni 1 marta sanashimiz kerak. Ya'ni 1 martasini ayirish kerak-da. 2 marta sanaldi-ku. Xo'p, shularni sanab chiqishimiz kerak. Bu yerda hozir tepaga bitta ketgan bo'lsa, pastda ham bitta ketgan bo'lsa, jami 8 edi. Demak, o'rtaga 6 ta qoldimi? Mana shu 6 ta, mana shu yerdagi 6 ta 1 2 3 4 ta qirrada 2 martadan ortiqcha sanaldi. Ya'ni 4 tasida 6 ta deb aytdim. Xo'p, bir martasini ayirib olishimiz kerak bularni. Ya'ni bir martasi 24 ta, 4 kara 6 24 ta. Ya'ni o'zi aslida bitta qaytarib tushuntirib aytaman. Mana shu 6 ta hozir mana bu yerda ham bu yoqning yuzasi bo'yicha, ham bu yoqning yuzasi bo'yicha sanaganimda 2 marta sanalib qoldi. Sirtida joylashgan kupchalarning sonini aniqlamoqchiman. Uni to'la sirt orqali sanab chiqmoqchiman. To'la sirti 184 bo'ldi va bu ichida ba'zi bir kupchalar takror sanaldi. Ya'ni takror sanalmasligi kerak edi. O'shalarni ayirmoqchiman. Xo'p, qaysilari takror sanaldi? Mana bu yerdagi 6 ta takror sanaldi. 2 marta sanaldi ham bu yoqda, ham nari tarafda. 2 marta sanaldi. 1 marta sanashimiz kerak. Ya'ni hozir 2 marta sanalib bu yerda 12 turibdi. Biz 6 deb yozishimiz kerak shuni. Ya'ni 1 martasini ayirishimiz kerak. 1 martasini ayirishimiz kerak. Ya'ni 4 ta joyda borligi uchun 4 kara 6 ni ayiramiz 24 ni. 184 ayiramiz 24. Endi yana qaysilari? Xo'p, endi bunaqasiga qaraymiz. Bu yoqdagi bitta uchida va bu yoqdagi bitta uchida, shunda o'rtaga ikkita qoladi. Mana shu ikkita narigi tarafda ham, bu yoqda ham, bu yoqda ham bor. Bular 2 martadan sanalib qoldi, chunki ikkita yoqda joylashganligi uchun. Ya'ni buni ham 1 martasini ayirib olishimiz kerak. Ayiramiz. 2 kara 4. Shu ikkitadan 4 ta bor-da. Ya'ni 8 ni ayirishimiz kerak. Ayiramiz. Endi qaysilar qoldi? Bunaqasiga qoldi. Hop, bu yerda jam 5 ta, uchidagilarni hisoblamaymiz. Mana bu o'rtada turgan 3 tasi ham mana bu yoqda, ham pastki asosiy tomoni bo'yicha 2 marta sanaldi. Ya'ni mana shu 3 tadan yana o'shanda 4 marta sanalib qoldi ortiqcha. 4 ta joyda bor. Shu 3 tadan 4 ta joyda bor. Ya'ni 3 kara 4 ni ayirishimiz kerak. 12 ni. Bu 2 marta sanalganlarni ayirib bordik. Endi uchidagilarni sanaymiz. Uchidagilarni qoldirib ketganman.
Mana bu va bu mana bu 8 ta uchidagi kupchalar 3 marta sanaldi. Chunki 3 ta yoqda joylashgan ular. Biz uni bir marta sanashimiz kerak. Ya'ni 2 marta ortiqcha sanalli bordi. 2 martani ayirib olishimiz kerak. Xo'p, o'zi nechta kupcha bor u yerda? Jami uchidagi kupchalar jami mana 4 ta, pastda ham 4 ta, 8 ta kupcha 3 marta sanaldi. Bir marta sanalishi kerak. Ya'ni 2 marta ortiqcha sanaldi. 2 marta sanagan ayirib olishimiz kerak. 2 ko'paytiruv 8 ni ayirib olishimiz kerak. 8 ta bor. 2 martasini ayirib oldik. 16. Bo'ldi. Sirtda joylashgan kupchalar soni mana shu. 20, 40, 60 bo'lar ekan. 60 ni ayirsak 124. 124 tasi bo'yalgan. Bo'yalmagani jamidan ayirish kerak bo'yalganni. Javob 36 bo'lar ekan. Sal tushuntirish qiynaldim lekin to'g'risi agar tushungan bo'lsangizlar yaxshi. Xo'p, keyingi savol o'taman. Asosiy tomonlari 12 va 9 ga teng bo'lgan to'g'riburchakli parallelpetning diagonali asosiy tekisligi bilan 45 gradus burchak hosil qiladi. Parallelpetning diagonal uzunligini toping. Asosiy tomonlari 9 va 12. Diagonali mana to'g'riburchakli parallelpetning diagonali asosiy tekisligi bilan 45 gradus burchak hosil qiladi. Parallelpet diagonali uzunligini toping. Mana diagonal. Mana 45 gradus ekan. Bu yog'i ham 9 bo'ladi Pifagordan. Bu asosiy diagonal nima bo'ladi Pifagordan? 9 12. 3 kara 4 3 kara 3. 3 kara 5 15 bo'ladi. Xo'p, bu 90 gradus, bu 45 bo'lsa, ya'ni mana bu burchagimiz. Mana bu. To'g'riburchakli, teng yonli to'g'riburchakli burchak katta 15 bo'lsa, gipotenuza 15 ildizli 2. Mana diagonal topildi. Keyingi savolimiz shuning eng kichik qiymati so'ralibdi. Ya'ni biz mana shu 3 ta yoqni narigi tarafga alohida chizib olamiz. Ya'ni bir tekis qilib chizib olamiz. 3 ta yoqni olamizda, mana shu so'ralgan kesmalar o'tgan 3 ta yoqni narigi tarafga alohida chizib olamiz, alohida qilib. Mana bu yer A, bu yer Y, bu yer B, bu yer C, bu yer D. F, G, H. Mana bu A dan H ga boruvchi eng qisqa yo'l so'ralgan. Xullas, A dan H ga boruvchi eng qisqa yo'l so'ralgan. Yana bu AH kesmani o'zi bo'ladi. Shuni uzunligini topishimiz kerak. Xo'p, e'tibor qilinglar. AB 4 bizda, BC 8 bizda va DC ham 4 ga teng bo'ladi. DH nimaga teng? Balandlik nimaga teng? Balandlik 12 ga teng. Pastki tomon nima bo'ldi uzunligi? Pastki tomon uzunligi umumiy hisobda 16 bo'ldi. Pifagor qo'llaymiz. 12 16 4 kara 4 4 kara 3 4 kara 5 bo'ladi. Ya'ni 20 bo'ladi Pifagordan. Shu to'g'riburchakli parallelpetda shu qirralar berilgan ekan. To'g'richilar orasidagi burchakni toping debdi. Bu yoqda ishlaymiz. A1, B1, C1, D1. AB4, AD3, AA1, 5. Topishimiz kerak. DB1, D1B. To'g'richilar orasidagi burchakni topishimiz kerak ekan. Endi bular bitta nuqtada kesishadi.
va teng 2 ga ham bo'linadi. Diagonal uzunligi o'zi nimaga teng? Qaranglar. Parallelpetning diagonali tomonlari, qirralari kvadratlar yig'indisidan ildizidir. 3 ni kvadrati, 4 ni kvadrati, 5 ni kvadrati. 5 ildizlikni beradi bu. 5 ildizlikni beradi. Va bu teng 2 ga bo'linadi deb aytdim. Ikkalasi ham bir xil diagonal, parallelpet diagonal ikkalasi ham bir xil 5 ildizlikka teng. Va bu yerda teng 2 ga bo'linadi. Ya'ni 5 ildizlik 2 taqsim 2, 5 ildizlik 2 taqsim 2. Mana bu qirra 5 ga teng. Mana bu uchburchagimiz nima bo'ldi? To'g'ri burchakli teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Chunki mana bu ikkalasining kvadratlari yig'indisi buni beradi. O'shaning uchun bu yer 90 gradus. Buni ishladik. Keyingi savolimiz. Xo'p, 20-savol so'z tomonlari 3 shunga balandlik shunga teng bo'lgan to'g'ri burchakli parallelpetning qo'shni yon yoqlari ayqash deganlar orasidagi burchak topishimiz kerak. Buni ham alohida nari tarafdan chizib olaman. Ishlaymiz. Asos tomonlari 3 3/6 va balandlik 3/3. Qo'shni yon yoqlari ayqash deganlar. Qo'shni yoqlar mana bizga qarab turgan, o'ng tarafdagi yoq deb oladigan bo'lsak, buni ayqash deganlar, ya'ni ayqash degani bitta tekisdagi o'tkazib bo'lmasa kerak o'sha ikkalasidan. Mana bu bilan bu. Mana bu ikkalasi orqali bitta tekis o'tkazib bo'lmaydi. Agar hozir buni ustun oladigan bo'lsam, bular ayqash emas. Chunki bular orqali bitta tekisda o'tkazsa bo'ladi. Mana bu ikkalasi orqali tekisda o'tkazib bo'lmaydi. Demak, mana shu ikkita kesmalar orasidagi burchak topishimiz kerak. Qanday qilib topamiz buni? Kub mausdan ko'rsatib berdim bitta savolda. Ikkalasini uchlarini ustma-ust qo'yishimiz kerak. Parallel ko'chirib olib borib qo'ysak bo'ladi. Faqat shuni ko'chirib qo'yishda mana shu parallelpetdan bitta nari tarafga yasayman. Aynan mana shu parallelpet nari tarafga qo'ydim mana. Xo'p, mana shu diagonal. Mana o'sha diagonalimiz. Bizga mana shu qizil bilan qorani orasidagi burchak kerak. Xo'p. Bu 3/3. Pifagordan mana bu kesma. Bizda 9 ga teng bo'lar ekan Pifagordan. Bu kesma nimaga teng? 3 edi. Bu yog'i 3 bo'lsa, bu yog'i ham 3. Pifagordan bu kesma 3/7 ga teng. Buni uzunligi nimaga teng? Mana bu diagonal. Shu yerda adashib qolmadimmi? Yo'q, adashganim yo'q. Xo'p. Mana bu diagonal. Nimaga teng? Bu bilan hozir ikkalasi teng-ku. Yo'q, shu yer o'zida ham mana Pifagor qo'llasak. Mana bu burchagimizda kattasida 3/3 3 katetlar. Pifagordan bu 4 ga teng bo'ladi. 4 ga. Yo'q, 4 emas, 6 ga teng bo'ladi, uzr. Pifagordan 6 ga teng bo'ladi. Mana o'rtadagi uchburchagimiz qirralari tomonlari 9, 6, 3/7. Bizga mana burchak kerak. Kosinus alfa nimaga teng? Kosinuslar teoremasidagi kosinus alfa nimaga teng? 6 ni kvadrati 9 ni kvadrati ayiramiz buni kvadratini. Xo'p, buni kvadrati 9 kira 7 63 taqsim 2 ko'paytiruv 6 9 teng. Hisoblaymiz endi. Bu ikkalasi 117 bo'ladi. 60 ni ayirsak 4 54 bo'lar ekan. Pastimiz 2 ko'paytiruv 54 ekan. Bu bilan qisqarib ketib 1 taqsim 2 bo'ldi. Kosinus alfa 1 taqsim 2 ga teng. Bu demak burchagimiz 60 gradusda bo'ladi. Javob 60 gradus. Sog' bo'linglar.